Assalomu alaykum, aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Bugun yana bir qatim muloqot bo'lishga nasib qilgan Alloh subhanahu va taologa hamdlar aytaman va bugun biroz oldin bo'lsinmi hammanglarning oyiminglarni tabriklayman. Shundaqli bu munosabat bilan mushu ayam kunlaridami xushallik ko'ranmagan, yüzlərdə təbəssüm görünməydiğən, qaygı və ızdırap içində, azap içində inrayatqan Şərq Türkistandakı qarindaşlarım Allah'dan xeyirlik, yaxşılık və hürlük nasip qilsa deb tilayman. Qarindaşlar, bugünkü temamiz istiteksiz urush degan umumiy temamizning birinchisi. İdrak boshqarish haqida notlar. Notlar dedim çünkü bu bir bütün maqala yoki bir bütün gavdadagi bir narsa emas. Umumen idrak boshqarishga aloqador o'xshamagan odamlarning, o'xshamagan izlanguvchilarning, o'xshamagan mutafakkirlarning izohlari, tushuntirishlari, shundaqla buning ichida o'zimning qarashlari. Nima uchun bu mavzuda to'xtalamiz? Bunun ahamiyati bormi? Bizga bir zaruriyati bormi? Mana bular oldi bilan bilinish kerak bo'lgan nuqtalardir. Biz har qachon Xitoylar tarafidan ro'yimizning istilo qilinganligi haqida so'zlayapmiz. Erkin dunyoda turibmi siyosiy taqdirimiz haqidagi tutumlarimiz bu nuqtani dalillayotgachqa hech bir Sharq Turkistonlik bu nuqtani inkor qilolmaydi. Ko'ryapsizlar, nurg'un odamlar mushkundimi Xitoyni uzil-kesil dushman deb qarayolmayotidi. Faoliyatlardan uzoq turyotidi, bayroqdan qechyotidi. Erkin dunyoda turibmi hayoti bo'yi Xitoylarga g'alchilik qilganlarni maqtayotganlar va ko'k ko'tarayotganlar. Qilgani nima? Bir necha parcha she'r. Ömrünün bütün minuskunutlargacha Xitoyga bag'ishlagan shoirlarni, atalmış qo'rchoq bilarmanlarni, Xitoyning g'alchillarini chet elda turibmi, erkin dunyoda turibmi, to'g'ri baholamasdan xuddi Xitoy hukmronligi ostidagiga o'xshashla maqtab ko'k ko'tarib yozayotganlar va ularning o'rnini muqimlashtirayotgan bilarmanlar var. Mana bu bizning ruhimizning istilo qilinganligini, idrokimizning boshqalar tarafidan boshqarilganligini isbotlaydi. Bizning qanday fikr qilish, qanday o'ylash, qanday hukm qilish, qanday baho berish ixtiyorimizmi tartib elingan ekan, u holda bu ijroatlarning qanday elib berilganligi, bu natijalarning qanday maydonga kelganligi qatorliq jarayonlarning tafsilotini tushunib qo'yishning ziyni yo'q. Hozirgacha biz Xitoylarning tashviqot hujumiga, idrokimizni boshqarib olishiga, psixologiyalik hujumlarga, hujumlarga uchrab keldik. Hech qanday mudofaamiz, qarshi tashviqotimiz bo'lib boqmadi. Endi bundan keyin shunday ketaversak, bugungi uchur vositalar taraqqiy qilgan dunyoda mavjudligimizni saqlab qola olmaymiz. Shuning uchun biz duch kelgan va duch kelayotgan ma'naviy hujumlarning anatomiyasini ujur-bujurgacha tushunishga majburmiz. Bu bizning kelgusida qanday aktiv mudofaga o'tishimiz uchun emas, qanday aktiv bu hujumga o'tishimiz uchun zaruriyatdir. Çünkü biz bugünün şartlarında
Xitoylarga qarshi muntazam urush qila olmaymiz. Ammo ma'naviy sabda uchur urushi, psixologik urush, tashviqot urushi elib bora olamiz. To'g'ri. Oldi bilan bu atalg'ini aniqlikqa ega qilib etsak yaxshiroq bo'ldiga o'xshaydi. İdrak degan nima? Balkim xeli ko'p Uyg'urlar idrak degan so'zning so'zlik ma'nosi haqida savol so'rab qolishi mumkin. İdrak Uyg'urcha sharhlasa fahm etish, ilg'i qilish degandek ma'nolarda tushunilsa bo'ladi. İngilizce perception deyiladi ekan. Xitoycha jiju. Bu jiju bevosita sezim ma'nosidagi jiju emas. Ang, hush, sezim. Tuyg'u ma'nolardagi jiju. Ruscha vосприятие deyiladi ekan. İngilizchedagi ma'nodoshlari sense, feeling degandeklar ekan. Türkçede algı deyiladi. Rusçada yana bu İngilizcening tarjimasi uchun berilgan boshqa ma'nodoshlarim bor ekan. Masalan, ошошение, понимание, осознание, перцепция. Bu percepsiya degan İngilizchedagi perception'ningki rus talaffuzida aytilishi ekan. Zavladeniye. Yani bunun yazılışını ekrandan ko'rsanglar texmi aniq bo'ladi. Mana bu. Endi mavzuga qaytib kelsak, idrakni boshqarishning vositasi tashviqot. Psixologik urush, yepiq operatsiya, ommaviy diplomatiya va uchur urushi qatorliqlardir. Uchurni nayt ko'p qarindoshlar chet ellarda ba'zi shaxsiy medialar va boshqa vositalarda informatsion degan shakllarda qo'llanyotadi. Bu Uyg'urcha uchur. Shu informatsiya, information degan gap. Uchur. İdrak boshqarish deganimiz bir jamoatni, bir millatni yoki bir davlat xalqini istikimiz bo'yicha o'ylashga ma'qul qilish uchun ta'sir o'tkazish demakdir. Ya'ni agar men shu topning beshi, davlatning beshi bo'lgan bo'lsam, hukmronlik guruh desam men o'zimni, xalq men o'ylagandek o'ylasin, men o'ylagandek, men tushungandek tushunsin demoqchi bo'lsam, mana bu idrak boshqarish metodi bilan bu maqsadga yetaman. Yana bir turli aytganda, idrak boshqarish maqsad. Tashviqot, psixologik urush, yepiq operatsiya, ommaviy diplomatiya va uchur urushi vositadir. İdrak boshqarishning eng qisqa izohi nishon qilingan jamoat yoki xalqni istagan shaklda o'ylashga qoyil qilmoqdir. Ya'ni hukmronlar istagan shaklda, boshqaruvchilar istagan shaklda. U xalqning o'zi istagan shaklda emas. İnsanlarning o'y xiyollarini o'ziga xosdek zan etishi, ya'ni o'zimga xos deb o'ylashi. İnsanlarning idraklarining, ya'ni fahm etishining boshqarilishi muvaffaqiyatli bir tashviqot, ta'sirli bir psixologik urush, yepiq operatsiya yoki uchur urushiga mubtalo bo'lishi natijasida meydonga keldi.
tarix boyunca idraklarni boshqarganlar bu jihatda mukammallikni qo'lga keltirmak uchun yangi usullar kashf qilib keldi va bugungi kelganda buni eng yuqori saviyaga ko'tarib kishilarning erkin irodasini qo'ldan olib oladigan bir hujum darajasiga keltirdi. İlg'or tashviqot, psixologik urush, uchur urushi orqali vatandoshlarning saylam, ya'ni tanlash erkinligi elib olinmoqda. Vatandoshlar bo'lsa, mubtalo bo'layotgan zehnini nishon olgan hujumlarni farq qilolmag'achqa o'zini erkin hisoblamoqda. Aristotel Retorik nomli kitobida umumiy bir qoyil qilish nazariyasi borliq keltirib, idrok boshqarish bilan munosabatli tunji nazariyaviy asarni yozgan edi. Ya'ni Aristotel bu kitobda misol qilib deydiki, A voqeasi to'g'risida nima o'ylayapsiz? A voqeasini ijobiy bir taraqqiyot deb bilsak bo'lamdi. A voqeasi haqida ijobiy o'ylaydiganligingizni faraz qilaylik. U holda bu o'y, bu fikr sizga oidmi? Dastlabki inkosingiz muqarrar holda bu qanday bir savol hamda mening o'y fikrim mendan boshqa kimga oid bo'ladi-ki? deb so'raysiz. Ochiqlash qoldirib ketmay turing. Bir Amerika filmida Tinch okeandagi bir orol davlatda CIA tarafidan elib berilgan bir siyosiy o'zgarish hikoya qilindi. O'zgarishni planlagan va qo'mondonlik qilgan CIA ofitseri boshlig'iga doklad qilganda shunday deydi. O'zgarishdan keyin taxtga chiqardiganimiz orolning eng cho'ng boylaridan birisining o'g'li. Yale universitetida doktorligini o'qiyotdi. U o'y fikrlarini o'ziga oid deb o'ylaydi. O'ylab bakinglar. Universitetda doktorlik o'qiyotgan u yigit o'y fikrlarini o'ziga oid deb o'ylaydi ekan. Ammo bu dokladni qilayotgan odamning talaffuzidan shu bilinyotadiki, uning o'y fikrlari bular tarafidan singdirib qo'yilgan o'y fikr. O'y fikrini o'ziga oid deb o'ylaydigan, ammo boshqasining istikini bo'yicha o'ylaydigan kishi eng cho'ng asoratning ichida yashaydigan kishidir. Afsuski, tarix bo'yicha insonlarning mutlaq ko'p sonliqi o'y fikrini o'ziga oid deb o'ylaydiganlardan mutashakkildir. Aflatunmi nurg'un kishilarning hayoti bo'yicha dunyoni o'zi bo'lib idrok qilmaydiganligini, haqiqiy dunyoning o'zining ko'zi bilan ko'rmaydiganligini degan edi. Aflatun bir misol bergan. Nurg'un odamlarni bir g'orning ichida, g'orning temiga qarab turgan va g'orning og'zidan tushgan yo'riq yoki gulxonning yo'riqida tomda alanglab aks etgan sho'lini yoki kulangini dunyoda bo'layotgan harakat mushu deb qaraydi deydi. İnsanlarning mutlaq ko'pchiligi haqiqiy dunyoni ko'rmaydi deydi. Iliq sho'lini dunyo deb o'ylaydi deydi. Bu dahshat bu qarindoshlar. Bu qadimgi dunyo, Aflatunning zamoni o'ylab boqinglar. İnsanlar şu zamandamı idroklari boshqalar tarafidan boshqarib olingan bo'lsa, bugun nima bo'lmoqchi? 20-asrning keyingi yarmidan boshlab insonlarning nimani o'ylash kerakligining shakllantirilishi, ya'ni idroklarining va hukmlarining boshqarilishi bir turlik fan holiga keldi. Bilinganidek idrok boshqarish faqatla e'lonchilik,
imag işlemleri. İmag degan resim, tasavvur yoki siyosiy tashviqotlar emas. Texmi keng ilmiy faoliyat maydoni. İdrak boshqarishning maqsadi insonlarning eng kuchli organi bo'lgan mingisini bo'ysundirib, ularning tashqi dunyoni istalgan shaklda idrok qilishlarini ta'min etmek, shundaqla hukmlarining istalgan yo'nalishda shakllanishini qo'lga keltirmekdir. Ammo idrak boshqarish velosipedga minish yoki shaxmat o'ynashga o'xshab ketadi. Nimishqa unga o'xshaydi? Prinsiplarni bilsangizlar idrak boshqarishni yaxshi qilib ketolmaysiz. Masalan, shaxmatning qoidasini bilgan bir odam cho'qim chempion bo'la oladigan darajada yaxshi o'ynay olamdi? Nato'g'ri. Xuddi shunga o'xshash, buningda qoidani bilib olsangizlar idrakni boshqara olmaysiz. İdrak hosil qilishda amaliylashtirish ishlamlarini qilgan sari usta bo'lib ketishingiz mumkin. Ya'ni buni qilib boqqandan boshlandi bu. Amaliy qilib boqqaningizdan keyin, tatbiqlab boqqaningizdan keyin va buning natijasini ko'rib, keyingi qatamda manda qilsam taxmin yaxshi bo'ladi ekan deb qadamma-qadam ustalashasiz. İnsanların idrakları qandaq boshqariladi? Istalgan yo'nalishga qandaq boshlanadi? Avvalgi to'ralmizmini qandaq hozirlanib, andan qandaq terilib, andan qandaq qilib insonlar bir yolg'onni qabul qiladigan va hatto buni o'z qarashi, o'z hukmi sifatida qo'g'daydigan darajaga keltirildi. Bu yerda idrak boshqarish nomli kitobda berilgan asli bir CIA ders kitobida berilgan misol orqali buni yo'rtishga tirishimiz. Ayda neft tepilibdi degan bir xabarni o'qisangiz, buningga ishonamsiz? Albatta, neftning qanday hosil bo'lganligini bilmaydigan darajada savodsiz bo'lsangiz, ishonib qolasiz. Ammo neftning o'simlikning fosillashishidan hosil bo'lganligini bilgidek savodingiz bo'lsa, qat'iy ishonmaysiz. Chunki ayda o'simlik yo'q. Ilgari bo'lmagan, bo'lishi mumkin emas. Chunki havo, suv qatorliq o'simlik o'sishiga bo'lmasa bo'lmaydigan unsurlar ayda yo'q. Shundaq bir aniq haqiqat. Ayda neft bo'lmaydiganligi. Shu qadar aniq-ku, ayda neft bo'lmaydi. Ashundaq turgan bir ishni, mushundaq bir haqiqatni, ya'ni ayda neft bo'lmaydiganligidan bir haqiqatni tamamen o'chirib tashlab, kishilarni ayda neft borligiga ishontirishni xohlasangiz, agar yana buni amalga oshirib bo'ladi. İdrak boshqarish degan mana shunday qiyg'iladigan ish. Aldı bilan ba'zi mutaxassislarni harakatga keltirib, ay haqida ilgari bilganlarimizning yetarsiz bo'lganligi, ba'zi muhim nuqtalarni ko'zdan qochirib qo'yganligi haqida qarashlarni o'tirib qo'yib, yer sharida yetishmayotgan ba'zi tabiiy boyliqlarni oyda etish orqali buni to'liqlash mumkinligi haqida maqolalar yozib e'lon qiladi. Bu maqolalar gazetlarda davron silinib, bu yangi bayqashlarga kishilar jalb qilindi. Ondan oydagi tabiiy manbalar haqida ilmiy muhokama yig'inlari ochildi. Buning o'yli kishilarning kallasida oy va tabiiy boyliqlar haqida zehniy tayyorlik qilingan bo'ladi. Bu mezgil uchun dastlabki tashviqot davri deyishimiz mumkin. Bu davr amalga oshirilgandan keyin ikkinchi qadamga o'tishga bo'ladi. Bu qadamda sanoatning taraqqiyoti tufaylidan yer sharidagi neft zapasining yetishmaydiganligi, ehtiyojiga yetmaydiganligi haqida maqolalar, TV nutuqlari, ilmiy ziyoratlar e'lon qilindi.
Bunun bilan ayda neft bo'lishi ehtimolliklari haqida talash tortishlar jamoatga keng ko'lamda ochiladi. Bu mezgilda ayda neft bo'lishi mumkin emas deydigan olimlarning va siyosiyonlarning qarashlari haqida intayin bir taraflama va ilmiylikdan uzoq ekanligi mazmunlarida tanqidiy qarashlar va balki masxirlik bayonlar o'tirg'i chiqadi. O'xshamagan matbuotlar orqali ayda neftga o'xshaydigan bir narsalarning tepilganligiga doir xabar va rasmlarni besiladi. Bu mezgilda abkor omma ayda neft borligi fikriga texambek ko'nikadi. Bu ko'nikish, ko'ndirish diqqat qiling. Bu mezgilda yana bir tarafdan ba'zi mutaxassislarga aydagi neft haqida keng ko'lamli tadqiqot olib berish uchun mablag' sanalganligimi o'tirg'i chiqadi. Aydagi neftni suydiganlar jamiyati degandek jamiyatlar qurilishi mumkin bo'ladi. Aydagi neftni gavdalantiradigan rasmlik yoki so'zlik maykalar, tishört bozorga salinishi mumkin. Hatto ay nefti degandek markalar borliqqa keltirilishi ham mumkin. Buning bilan hatto bu qarash dars kitoblaridami aks etadigan bo'lishi mumkin. Endi ayda neft borligini tasdiqlaydiganlar tarafidan yozilgan maqolalar keyingi tarafdorlar uchun dalil pakit manbasi bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni Muhammadning bu mavzudagi maqolasidan naql olib, buni dalil ko'rsatib, Ahmadmi shu mazmunda maqola yozishi mumkin. Buning bilan bu go'yo qil sig'maydigan ilmiy pakit tipida ko'rinadi. Endi TV'larda aydagi neftning ichilishidan keyin maydonga keladigan parlaq manzara, bozorda baholarning tushishi, sotsial farovonlikning yuksalishi, turmushning baxtiyorliklari haqidagi programmalarning qaynashlari bilan jamiyatda bir fikr hokim vaziyatga keladi. Bu vaziyat shunchalik quvvatli bo'ladiki, ayda neft yo'q degichlar atrofni qoplagan umumiy sotsial atmosferaning besim ostida qoladi va ayda neft yo'q degan qarashni o'zgartmagan bo'lishiga qaramay, bu qarashlarni tilga ilishga petinolmas bo'ladi. Hatto xolar xolamas bo'lishi mumkin. Texi bu uzoq tekshirishlardan keyin jazmlashadigan ish degandek o'tir yo'lga kelishdan boshlaydi. Hatto energiya sohasidan pensiyaga chiqqan pishqadam mutaxassislarning fikrini olishga sal qaralmaydi. Hamda kimiki ayda neft yo'q desa, quloqqa mushug'andek tetamaydigan hol maydonga keladi. Undaqlarning qarashlariga endi keskin qarshi turilmasimi bo'ladigan vaziyatga kelingani uchun ularga bichoralarga ichinagandek talaffuz bilan voy bichoralar, ey, bugungi kunda mushunda bommag'ur qarashli bo'ladiganlar bo'ldi-ki, qanday qiladi? Ular axir bir kun haqiqatni ko'rdi degandek javob berilsa, ta'siri texim yaxshi bo'ladi. Endi bu chaqqa kelganda kim ayda neft yo'q desa, u cho'qim aydagi neftning echilish tufayli ziyon tortadigan, neftning qis bo'lishidan foydalanadigan monopolchilarning biri yoki shular tarafidan setib olingan guppangchi deb qaralib, uningga har kim raddiya beradigan hol umumiy kayfiyat bo'lib qoladi. Bundan boshqa universitetlarda ayda neft izlashga aloqador dissertatsiyalarni yozgan o'quvchilarga alohida e'tibor berish orqali bu to'lqin kuchaytirilishi mumkin. Masalan, mukofotlik. Hatto buni keng ko'lamli ommaviy harakatga aylantirib o'tishgan bo'ladi. Tomlarni bu vaqtdagi rasmlar bilan to'ldirish, e'lonlarda, filmlardan bu vaqtda biror ig'iz gap qistirish orqali go'yo ayda neft borligi masalasi hatto talash tortish qilib o'tirishga bo'lmaydigan, ko'z yumg'ili bo'lmaydigan bir haqiqatga aylandi. Endi qarindoshlar buni hayotimizning nurg'un qadam bosqichlarida duch kelgan Xitoy ijroatlariga taqqoslab, buning o'rniga hayotimizda boshdan kechirgan o'xshab ketadigan tashviqot to'lqinlari, ommaviy harakatlarni qo'yib tafakkur qilib boqadigan bo'lsaqlar, idrokimizning qanday qilib Xitoylar tarafidan boshqarilganligini ko'rib yetamiz. Agar buni tafakkurimizda tajribadan o'tkazib, buning mumkinligiga ishonsak, u holda oldimizdagi davrda Xitoylar bilan aramizda bo'ladigan
Bolmasımı bulmaydigan istiteksiz uruşlarning kuchini, ahamiyatini tushuna olamiz. Shundaqla keyingi avlodlarimizni siyosiy g'oyamizning varislaridan qilib yetishtirishda bu usuldan foydalanib anti qayta shakllantirish ilib bora olamiz. İnsaniyet dünyası barliqqa kelgandan beri insonlar, millatlar, qabilalar orasida bo'lib o'tgan urushlarning nishoni tuproq, boylik, qullarga erishmak bo'lganidan ko'proq zehnlarni, qalblarni qo'lga keltirmak bo'ldi. Chunki zehnlarni, qalblarni qo'lga keltirganda besilib olingan tuproqlarni qo'g'dash, qo'lga keltirilgan boyliqlarni saqlash, asir qilingan qullarga qarshi her minut diqqat turishga urun qolmaydi. Chunki biz insonlarning qalbini fath qilganligimiz uchun sadoqatini qozongan bo'lamiz. U holda kuch sarf qilib, ularni jismoniy jihatdan asir qilishga va ularning qochib ketmasligi uchun doim diqqat turishga urun qolmaydi. Bu sebepten tarix boyunca gerçi ismi atalgısı okşamasımı idrak başkuruş teknikleri ta insaniyet tarihi başlanğandan beri bulup geldi. İdrak başkuruş bir insanın yoki grupning haqiqatni mevcut haleti ve şekli boyunca emas. Qandaq idrak qilinishi istengen bo'lsa, shundaq idrak qilish uchun shaxs yoki gruplarning idrak sig'imi, yani kapasiteleriga qarata shakllantirilgan uchur iqimidir. İdrak başqurishning eng unumli vositalaridan biri tashviqotdir. Tashviqotning bir taraqqiyot shakli psixologik urush. Her teşvikat bir psikologik uruş bulmasımı, her psikologik uruş bir teşvikattır. İdrak başkuruştu psikologik uruştun eşip düşken, 20. asırning ahirlarida o'tirib chiqib, 21. asırda muqimlashgan bir tuxum uchur urushidir. Information war. Teşvikatdan uchur urushigacha bo'lgan araliqdagi idrak başkuruş siyasetning en muhim vositalaridan biridir. Zamonaviy ma'noda milliy va xalqaro siyosatni tashviqot, psikologik urush, uchur urushidan iborat uchlik ziminda idrak başkurishni tushunmaganda boshqa turli tushungili olmaydi. Shu sabablarga ko'ra keyingi qatimlardagi muloqotlarimizda ayrim holda tashviqot, psikologik urush, uchur urushi, yepiq operatsiya qatorliqlar haqida to'xtalamiz. Qarindoshlar, bugun idrak başkurishning, idrakni xohlagan shaklda yo'llantirishning, xohlagan chig'irg'i boshlashning nima ekanligi haqida qisqacha tushuncha berdik. Anglag'aninglarga rahmat.